kunda bir kapam psixika o'rganaylik sayfasining yangi sonini davomli ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Bugungi mazmunlarimizni yoqtirib anglaysizlar. Nurg'un do'stlarimiz kino filmlardan, shundaqla kitob materiallardan bir ko'ribli yaxshi ko'rib qilishga munosabatli ba'zi ko'rinishlarni, ba'zi abzas qurlarni ko'rgan, o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin nurg'un do'stlarimiz ko'rib bo'lgandan keyin ko'ngilda o'ylaydi-da, turmushda, real turmushda shundaq ishlar bo'lamdigan duras, bir odamni bir ko'ribli yaxshi ko'rib qolgan ishlar bo'lamdigan degandek gumoniy xayollarda bo'lib qolishi mumkin. Shaxsan menmi buni tazbak qabul qilolmaydim. Bugun salonga mazmun tayyorlab etib, o'zimning bu ko'z qarshiniki, bu gumoniy ko'z qarshimniki xato ekanligini his qildim. Yana bundaq bir hikoya bor ekan. Bir kuni bir yigit do'stiga mundaq debdi. Adash, tunugun men bir qizni ko'rib qoldim degina, uningga bir ko'ribla oshiq bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa sen uningga gap qildingmi yo'q deb so'rabdi do'sti. Yo'q, men uningga yana bir qitim qarab oldim debdi yigit beshini chayqab turib. Mushuningga o'xshash bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgan hodisalar burundan yuz berib kelgan ekan. Tabiatninki qonuniyati bo'yicha aytgan vaqtda o'xshash jinslarninki o'zaro chatga qiqishi, yot jinslarninki o'zaro jalb qilishi sababidan yot jinslar o'rtasida bir ko'ribli yaxshi ko'rib qolish mumkinchiligi bo'ladi. Doim qiz ayollar o'zaro ko'rishgan vaqtda birinchi bo'lib ko'rdig'ini qarshi tarafniki tashqi qiyofati. Tashqi qiyofatini ko'rgandan keyin uningki yurish turishi, ilmiy, axloqiy qatorliq jihatlarda diqqat qilishga boshlaydi. Biz tunji qitim qarshi tarafni ko'rgan vaqtimizda bizningki ko'rish sezimimiz, furas sezimimiz, hatto tegishish sezimimiz aloqador nerv sistemasiga uchur yetkazdi. Aloqador nerv sistemasidagi huzurlanish rayoni yetkazilgan uchurlarni pishiqlaydi. Ondan pishiqlangan uchurlarni tövenki do'ngchi miyaga yetkazdi. Aloqador nervininki bu xizmati asosligi hormonlarni biriktirishdan iborat. Tövenki do'ngchimiga jallangan vaqtda böğrek üstü bezi postlaq maddasi qo'yib beradi. O bir xil peptid bo'lib, miya osti bezininki bir xil hormon ajratib chiqarishini ilgari surdi. Bu hormonninki asosli roli bo'lsa, böğrek üstü bezini jinsiy hormonninki asosiy tarkibi bo'lgan böğrek üstü bezi kortizonni qo'yib berishni ilgari surdi. Kortizon glikozniki metabolizmi ilgari surdi. Shuning bilan birga odamda yurak so'qishi tezlashish, yuzi qizirish, nafsi tezlashish qatorliq holatlar ko'rildi. Bu vaqtda odam birlik ko'rib, yaxshi ko'rib qolish hissiyotida bo'ladi. Ko'zga faqat o'zininki yuragini titratgan odamni ko'rindi. Boshqa ishlarni butunlay unutib ketadi. 3 sekundlik ko'ngli tushib qolish. Bir ko'rib yaxshi ko'rish shuncha go'zal bo'lsa, uning hosil bo'lishiga zodi qanchalik vaqt ketadi? Buning javobi 3 sekund. Faqat 3 sekund vaqt ichida qarshi tarafniki sizning ko'nglingizga o't yoqadigan tip bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligiga asosan hukm qilib bo'ladi. Agar oxirdagi 30 sekund ichida qarshi taraf sizga cho'nqur ta'sir qoldiramasa, undaqda buni asosiy jihatdan o'zaro rizq qo'shilmagan deb qarasaqmi bo'ladi. Psixologlarning tajribasi bu nuqtani yaxshi isbotlagan. Ola 100 nafar to'y qilmagan qiz o'g'illarni tepib, xohlagancha moslashtirish orqali har birisini o'xshash bo'lmagan 10 nafar yot jins bilan bir qitimliq tez uchrashishga o'rlashtirgan. Shundaqla o'zaro yaxshi ko'rishadigan yoshlar qarshi tarafniki jalbkorlik qimmatini baholab, o'zininki qarshi taraf bilan davomli qizdishib o'tadigan yoki o'tmaydiganligiga qaror chiqargan. Bu natijada bayqilishicha bir ko'ribli ko'ngli tushib qolgan odamlar bir qarabla qaror chiqarib bo'lgan. Qarshi tarafga bir qarabla o'lchamlik baho bergini amaliyotda izdiginim dal shu deganiga o'zgargan. Bu amaliyotda mening ko'nglimdagi haqiqatlik shaxsiyati shu, yoki bo'lmasa mening ko'nglimdagi malik shu deganlik. Yana nurg'un yoshlar 30 sekund ichida qarshi taraf bilan izdishadigan yoki izdashmaydiganligiga qaror chiqarib qo'ygan. Butkul tajriba jarayonida qizlarning hukm chiqargan vaqti eng qisqa bo'lgan. Tajriba natijasi yana bir holatni ko'rsatdi. Yana qizlar qarshi tarafniki tashqi qiyofatiga bakrak ahamiyat berdi. Bu bizningki erlar tashqi qiyofatga bakrak ahamiyat berdi degan qarshimizniki dal aksi chiqqan. Psixologlar askartib mundaq deydi. Agar erlar qarshi tarafga yaxshi ta'sir qoldirib ko'ngli utaman deydigan faqat bir necha sekund ichida beradigan birinchi ta'sir intayin buyum.
Xo'sh do'stlar, bugungi mazmundan do'stlarimiz balkim mushu bir ko'rib yaxshi ko'rib bilish degan mushu hukm qarta kallasida yangi bir tushuncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir ko'rib yaxshi ko'rib qilishga faqat 3 sekundlik vaqt ketadi ekan. Hamda bu yerdagi bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish masalasi tashqi qiyofat jihatda bir qadar ustun o'rinda turadigan, o'zininki tashqi obraziga bakrak diqqat qiladigan kishilarningki bu xil 3 sekundda boshqalar bilan yoqtirilib qolish ehtimoli cho'ngroq bo'ldi ekan. Xayr do'stlar, undaq bo'lsa, atki mazmunlarda sirdoshqicha xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.